qarang, davlatning shaxsiy joiz emas. menga tegishli. Davlat uchun men javob beraman. Ishlash xohlasang, tilingni tib yursang ishlaysan. Qanaqa buyruq? Direktordan. Bitta ko'ring. So'rab oling. Men vatanparvarman. Vatanparvarmisiz? Bitta gap. Nimaga yo'masa, xalq o'zini kunini o'zi ko'raveradi. Sen bunga aralashmagin dedingiz menga. Aytolmas, kim ishlayapman sizga? Meni ishdan bo'shatib yuborishdi, noqonuniy. O'sha murojaatiga ko'ra ikki tomonni sabr qilib turing, savolingizga javob berib oling. Savol berdingiz. Yozing ishimni olasan, nimani olasan? Men bilan to'g'ri gaplashurman. Mas bilan to'g'ri gaplashib. To'g'ri gaplashib bu. Sarsiramasdan gaplashib. 6 ta odam mehnat ishdan bo'shadi. Sizni hujjatingiz qani? Meni hujjatim qani, buyrug'ingiz? Kimsiz siz? Ularni ham ertaga nizlashda ishdan olib tashlaydi. Mana kirib ketganimizda ishdan olinadi. Mana yaxshi martda turibmiz, lekin bari bularga bosim bo'ladi. Hozir harbiy formadasiz. Eshiting. Harbiymisiz? Eshiting. Siz xalqni o'ylab, xalq kunini ko'radi. Harbiy qismmi yoki avtobus saroyimi? Bu yer avtobus saroyi. Harbiy formada yuribsiz. Bloger kirgizib yuborgani uchun dedingiz, so'ram bo'yatib yuborildi. Kadr organga murojaat qilishibdi, 102 qilishibdi, lekin hozir 102 ga shu kelgandan keyin ko'ramiz u yog'ini. Sizni men tanimayman. Men ham sizni tanimayman. Qani hujjatingiz bormi? Naryad chaqiring. Bu Provokatsiya mana o'rtoqlar ko'ryapsizlar. O'rta hisobda 1,5 milliard pul yo'qolyapti. Bu yoqqa umuman kirgizishmayapti o'shaqa urto'polon bilan. Men kimni bo'shatgan bo'lsam, asosim bor. Borasiz, maxsus transga sizlarga kelish tartibi. Maxsus trans emas, past trans. Biz nazorat tomonidan axborot vositasi xolislikni tarafdorimiz. Bizani ustimizdan tuhmat qilishga o'sha Boboxon Sultonov o'zini odamlari kelyapti. Bu birinchi savol. Ishlamasalar, nega harbiy formadalar? Davay. Nega harbiy formadasiz siz aka? Men tepadan shuni topshiriq olganman. Sizlar bo'shashinglar shart deyaptim. Nafaqadagi podpolkovnik Sultonov Boboxon Baxtiyorov. Kirib kelyapti-ku to'g'ridan to'g'ri. Sizdagi bezrek kirib keldi bu ham. Bular xodimingiz bo'lganlar, xodimingiz bo'lganlar. Yo'q. Xodimimiz emasman, ko'ryapsiz tanimadilar ham. To'xtang. Qanaqa buyruq? Yo'q, Boboxon aka mana beryaptilar. To'xtang. Bizani bo'shatgan uchun bularga rahbariyat bivaydika zo'r bergan. Lekin hozirgi kungacha biz oyligimizni ololmaymiz vaqtida. BYD Chazor qayerdan keldi? Assalomu alaykum, nazorat uz ommaviy axborot vositasining kuzatuvchilari. Otabek aka, bugun biz demak Toshkent shahridagi 2-avtobus saroyiga tashrif buyurdik. Albatta, hurmatli nazoratchilar, bizda murojaatchilar bor. Hozir murojaatchilarni murojaatlari yuzasidan jurnalistik surishtiruv o'tkazgani 2-avtobus saroyiga yetib keldik. Hozir eshitasizlar, ularning muammolari nimadan iboratligini va albatta ikkinchi tarafni eshitgani ichkariga ham kirib, ular bilan ham suhbatda bo'lamiz. Yana bir narsa, ommaviy axborot vositalariga kirishga qarshilik ham ko'rsatishar ekan bular. Otabek aka, ko'ramiz hozir. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nazorat uz ommaviy axborot vositasidan aka, nazorat uz ommaviy